Bo'la qol, kech qolyapmiz. Hozir. Har kuni uyga non olib kirgin, xo'pmi? Uyni erkagi o'zingsan. Yaxshilab qara hamma yoqqa. Darslaringni qoldirma. Xo'p. Asosiysi bitta omonatim bor. Mana bu mashinaning kaliti. Qaytib kelganimda xuddi o'zidek topshirasan. Tushundingmi? Tushundim. Charchama. Asosiysi bitta omonatim bor. Ertaga qaytamiz, a? Kechki qolib turganda yosh bolaga ertaga aytdim nima bor-ey? Endi uzr do'stim. Har safarga chiqishdan oldin o'g'limga bir omonat qoldiraman. Lekin shunda ham 5 minut ertaroq chiqdim. Laziz o'g'lim, ovqatga kel. Laziz, yur o'ynaymiz. Yo, men bandman. Laziz o'g'lim, darsingni qil. Laziz, o Laziz. O'ynaysanmi? Yo, bugun omonat topshirishim kerak. Ey. Lazzaki oyim chaqiryaptilar. Yaxshi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisiz? Ha, mana omonatingiz. Barakalla o'g'lim. Xo'sh, bu omonatni topshirish qiyin emasmikin? To'g'risini aytsam, qiyin ekan. Lekin menga yoqdi. Barakalla. Dada, endi men bolalar o'ynab kelay. Mayli, bora qoling o'g'lim. Rahmat. Tez kelaman dadajon.